Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz Samarqand shahardagi vokzal hududida qurilayotgan, Zalin emas, Zalinga tegishli bo'lmagan hudud bu yer. Ya'ni vokzal hududida qurilayotgan yangi turar joy majmuamiz. Ushbu turar joy majmuamizning fasad ko'rinishi xuddi mana shunday bo'ladi. Bu pishig'ishdan quriladi. Ushbu majmuamizning barcha hujjatlari bor. Gazdan tortib, qurilish vazirligi ruxsatnomasigacha hammasi chiqqan. Mana hamma hujjatlarimizdan biri. Buni bemalol kelib, tekshirib QR koddan o'tkazib, ishonch hosil qilsalaringiz bo'ladi. Endi sizga xonadon kerak. Vokzal hududidan, aynan mana shu sizga ko'rsatgan turar joy majmuamiz sizga yoqqan bo'lsa, siz qanday holatda va qay narxlarda olishingiz mumkin. Agarda sizga korobka holatda kerak bo'lsa, ushbu korobka holatdagi xonadonlarimizni 36 oygacha bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich kamida 10% dan 30% gacha to'lab, qolganini 36 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Endi ko'p mijozlarimizga patkuch xonadon kerak. Patkuch xonadon so'rashadi ko'p mijozlarimiz. Shuni evaziga patkuch xonadonlarimizni 60 oyga, ya'ni 5 yilga bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, boshlang'ich to'lov to'lang. O'zingizga qulayroq bo'ladi. Ya'ni oylik to'lovlaringiz nisbatan kamroq chiqadi. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, mayli, menga oylik to'lov ko'proqdan ham tushsa ham mayli desangiz, marhamat, bosh to'lovsiz ham qilib beramiz patkuch xonadonlarimizni. Va yana bitta narsaga inobat olib o'ting. Ushbu majmuamiz vokzalning oldida. Bu degani hamma sharoiti bor. Maktabi bor, bog'chasi bor, magazini bor. Ya'nida ortiqcha transport vositalarini qo'llagan holatda uzoqroq joyga borish shart emas. O'zingizning ehtiyojlaringizni qondirish uchun albatta. Xo'p. Yetmaganiga agar magazin olmoqchi bo'lsangiz, magazini ham bor. Uni yana alohida kelishamiz. Agarda yanada batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol ma'lumot olishingiz mumkin.